Assalomu alaykum azizlar. Demak, qon quyuqligi, qon bosimi, davleniya, yurakga artmiya beraveryapti. Qon quyuqlashib tromb bo'lganda qo'rqasiz, tromb bo'lib qolsa yurakka sterjin qo'yish mumkin, bo'lib qolishi mumkin va hokazo. Demak, birinchi o'rinda qon suyultirish bo'yicha Qashqarbeda donnikning o'zi kifoya qiladigan giyohlar sirasiga kiradi. Nima qilinadi? 400 gramlik tomatli banka bo'ladi, ittifoq degan. Hammaning uyida bo'ladi. Banka toza bo'lishi kerak. Bir osh qoshiq Qashqarbeda donnikning guli bargidan olasiz. Ozgina cho'p ham tushsa bo'ladi. Asosan sariq gullida, oq gullisi bo'ladi. Bizga sariq gulli donnik kerak Qashqarbeda. Mana bir osh qoshiq chiqadi shu yerda. Bir osh qoshiq donnik guli bargi, asosan ozgina cho'pi. Shuni 400 gramlik bankaga solinadi-da, kechasi 10, 11, 12 larda shu bankani ustidan qaynoq suv qo'yib, to'ldirmasdan bir 300 gram qaynagan suvga damlanadi. Qaynagan suv 250-300 gram bo'lsa bo'ladi. Dimlab qo'ydingiz, siz uxlaysiz, sahargacha chiqadi. Ertalab 5 stakam 6 ta suzib olasiz. 6, 8, 10, 12 har 2 soatda 2-3 osh qoshiqdan ichasiz. Ko'p ichish mumkin emas. Me'yor juda muhim. 2-3 osh qoshiq. Agar govda katta 100 kg, 90 kg, 120 kg, mayli 4 qoshiq ichish mumkin. Ozg'inroqmisiz, tromb bo'lib qolyaptimi, 2 osh qoshiq. O'rtachamisiz, 3 osh qoshiq. 2 osh qoshiqdan 3-4 qoshiqgacha juda baquvvat bo'lsangiz, bir ichishda 5 osh qoshiq mumkin. Har 2 soatda ichiladi bu. Har 2 soatda. 10 kun ichasiz, 7 kun dam olasiz. Yana 10 kun ichasiz, yana 7 kun dam olasiz. Shu tartibda 2 kursdan 4 kursgacha mumkin. 2 kursdan keyin qon topshirasiz. Qoningiz tiniq chiqdimi 2 kursda bo'ldi. Agar tiniqlashmagan ancha yaxshi-yu, lekin sal bor desa yana ichasiz. Tekshirtirasizda har 2 kursdan keyin. 2 kursdan 4 kursgacha mumkin. Endi yengilroq qilib ichamiz, qon bosimi juda kuchli emas, o'rtacha bo'lsa, bizga kiyik o't kerak bo'ladi, 1 choy qoshiq mana. Xuddi o'shanaqa 400 gramlik bankaga 1 choy qoshiq kiyik o'tni guli bargini solamiz mana. 1 choy qoshiq guli bargi kiyik o'tnigini 400 gramlik bankaga solindi. Orqasidan 1 osh qoshiq limon o'ti solamiz. Limon o'ti bu melisa. Kiygot bu chebres deyiladi ruschasi. Kiygot chebres, limon o'ti melisa. Chebres kiygotdan 1 choy qoshiq, melisa limon o'tdan 1 osh qoshiq. Keyin mana zirk. Zirkdan 10-12 dona mayda yuvib, maydalab bo'lib 10-12 dona zirk mevasidan solamiz. Mana shuni kechasi 10 da ustidan qaynoq suv qo'yib damlab qo'yasiz. Sahar 6 gacha turadi. 5 stakam 6 ta suzib olasiz. 6, 8, 10, 12 har 2 soatda 2-3 osh qoshiqdan 2 qoplamdan ichib turasiz. 10 kun ichasiz, 7 kun dam olasiz. 10 kun ichasiz, 7 kun dam olasiz. 2 kursdan 4 kursgacha mumkin. 2 kursdan keyin ko'rasiz, ahvolingizni tekshirtirasiz. Agar 2 kursda ahvol yaxshi bo'lsa to'xtatasiz, bo'lmasa 3-4 kursgacha ichsa bo'ladi. Mana bu yana bir ikkinchi turi davolanishni. Marhamat, Alloh taolo shifoy komillar bersin. Bizda aytganlarimiz sabab bo'lsin. Bajaringlar, ilohim, yaxshi kayfiyat, yaxshi sog'lom turmush tarzlari sizlarni tark etmasin. Ilohim shifosini bersin.